Yana bo'sh qo'l bilan keldingizmi? Qachon o'zi aytgan narsalarimni olib kelgansiz? Ey, G'aflat bosib yotguncha yig'ishtirib qo'ysang bo'lmaydimi? uxlab qopman. Namuncha? Sandagi ayollar. Aytgan narsalaringni olib kela olmadim-da. Adasi, muhimi o'zingiz sog' keldingiz-ku. Hammasi topiladi, Xudo xohlasa. Yuring, qo'lingizni yuvib chiqing, ovqat suzaman. Voy adasi, yaxshi keldingizmi? Nega yig'ishtirmading? Voy uzr adasi, boshim og'riyotdi-da, bola yoyib tashabdi. Hozir yig'ishtirib olaman. Xijolat bo'lma. Keyin qarashib boraman. Uzr adasi, jahlingiz chiqmasin, hozir yig'ishtirib olaman. Agar qaysi oila tinch bo'lsa shuni bilingki, o'sha oilaning hojasi kechirimli, bekasi esa sabrlidir.